Buyrak shamollashi, ruschada pochka, vоспаление почек deyiladi. Buyrak shamollashlari, buyrakda mayda qumlar, toshlar, tuzlar yig'ilyapti, отек beryapti. Отек, ya'ni oyoqlar ishib suv yig'ilyapti, отек bo'lyapti. Modalar almashinuvi buzilyapti. Bunda bizga juda ham qo'l keladi. Mana bu klever, ruschada klever deyiladi. Bizda yovvoyi bedaning oq gullisi. Buni tabiatda oq gullisi uchraydi, siyoh rang gullisi uchraydi. Aynan mana shu oq gullisini shifobaxsh xususiyatlari o'ta kuchli va inson tanasi uchun zarur bo'lgan o'sha vitamin, mikro makro elementlar, oqsil va hamma kerakli moddalar mana shunda ko'proq jamlangan. Buni asosan mana shu oq gullaridan mana shuncha miqdori bitta doza hisoblanadi. Mana taxminan bir 15 tacha guli, 15-20 dona guli bir osh qoshiq maydalanganda chiqadi. Demak, klever, oq gullisi mana shu miqdori bir insonning bir kunlik dozasi hisoblanadi damlab ichishga. Mana bu giyohimiz sporish. Qush tili deyiladi o'zbekchasiga, ruschada sporish. Sporish juda ham bir inson organizmi uchun noyob xususiyatga ega. Aynan inson organizmidagi moddalar almashinuvini yaxshilashda, suyak to'qimalari, pay to'qimalarini yetuk rivojlanishida, bo'g'in kasalliklarini davolashda, soch qosh kipriklarida yaxshi o'sishligida, vitaminlarga boyishda, buyrakdagi tosh tuz qumlarni, o't qopidagi qumlarni eritib tushirishda va go'zallik sari intilishda mana shu ikkala o'simlikning kompozitsiyasi insonda juda katta o'zgarish qiladi. Qarshi ko'rsatma deyarli yo'q. Shaxsiy o'zlashtira olmaslik, giyohlarga nisbatan allergiya bo'lmasa, 99% insonga deyarli to'g'ri kelaveradi. Bu klever, yovvoyi bedaning mana shu gulidan bir osh qoshiq olinadi. Qush tilini quritib maydalab bir osh qoshiq olinadi. Ikkalasidan bir osh qoshiqdan olib 1 litrlik bankaga kechasi uxlayotganda 10-12 larda yoki sahar bomdod payti 3-4 da damlab qo'yib, 6-5 larda 1-2 soatdan keyin yoki 4-5 soatdan keyin suzib olib, har 2 soatda 3-4 hoplamdan ichib yuriladi. İchish davomiyligi 10-15 kun, 10 kun 15 kun ichgandan keyin 7 kun 8 kun yoki 10 kun dam olib, yana 10 kun 15 kun ichiladi. 2 kursdan 4 kursgacha mumkin. Faqat buyrakda juda katta yoki o't qopida katta toshlar bo'ladigan bo'lsa, ehtiyot bo'lishlik shart bo'ladi, pриступ berib yuborishi mumkin. Lekin bular qush tili, sporish, bu kleverlar asosan umalatib maydalab tushiradi, baribir ehtiyot shart. Demak, koni foyda narsa, insonni go'zal bo'lishiga, qomatini ixcham bo'lishiga, soch qosh kipriklarini o'sishiga, suyak hosil bo'lishiga, bo'g'in kasalliklarida, buyrak atyoklarda, buyrakdagi hamma tuzlarni, qumlarni chiqarib yuborishligida mana shu ikkala o'simlikda xususiyati bebaho. Marhamat, shifosini bersin. Ilohim doim sog' salomat yuringlar.